Forsiylarda bir gap borda. Jigar jigar xas, digar digar xas. Hech kim baribir jigarishchalik bo'la olmas ekan. Jigarni, akani, ukani, opa singilni yo'qotish bu juda ham katta bir juda ham og'ir o'tadigan holat ekan. Akam Alloh rahmat etsin. Butun hammaga yaxshilik qilib yashagan, yaxshi odam degan o'sha bir etalon bo'ladigan bo'lsa, hamma tomonlama javob bergan akam bor edi. Alloh rahmat etsin. Yillar o'tyapti, lekin har safar kim ukasisan, qayerliksan va hokazo akam to'g'risidagi har qanaqa suhbatda bir juda ham og'ir holatga tushyapman. Shu akam uchun bir she'r yozdim. Ilohim, jigarlarim, jigarlaringizni ehtiyot qiling, aka-ukalaringizni o'zlaringizni ehtiyot qiling. O'tdi ketdi iz qoldirib, polvon o'g'il qiz qoldirib, dilda o'tli muz qoldirib, jigarim o. Umr yetsa adog'iga, davo yo'qdir dil dog'iga, mard bel bormi belbog'iga, oy jigarim o. Uyim to'rida surati, achchiq ekanda qismati, achishadi dilim qati, jigarim o. Xotam to'ylarga o'xshagan, lek nabira to'y ko'rmagan, yuragi bevaqt to'xtagan, jigarim o. Izlablar keldim jigarim, muzlablar keldim jigarim, g'arib bo'ldi ko'nglim yarim, jigarim o. Davosi yo'q dard keldimi, o'lim sizdan mard keldimi, suyanganim yiqildimi, jigarim o. Ay otamdan yodgor edi, ay onamdan yodgor edi, yuragimni yo'lbars edi, jigarim o. Qandoq shoir deguvchi edi, bugun unga dilim kuydi. Bu she'rimni kim o'qiydi, jigarim o.